Assalomu alaykum. Kubok ya'ni PUBG o'yini ixlosmandlari. Mana bugungi sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz, o'zim bilgan narsalar sizlarga ulashgim keldi. Mana uy qurish, mana bunaqa rasmlar qo'yish, bunaqa uylar yaratish bo'yicha sizlar bilan qisqacha o'zim bilgan narsalarni ulashgim keldi. Uy qurishda qilinadigan vazifalar, bajariladigan narsalar. Mana bu yerda daraxt bor. Daraxtdan har kuni uy tanga yig'ib olsa bo'ladi. Mana hozir 1 soat 49 minutdan keyin yana uy tanga beriladi deyapti. Keyin mana bunida navigatsiya degan narsa bor. Navigatsiyani yozib kirganingizda mana do'stlarning tashrifi degan yozuv bor. Do'stlarning tashrifiga yozasiz. Do'stlar deganiga bossangiz do'stlarni uylariga olib kirib ketadi. Unga bosadigan bo'lsangiz do'stingizning uyiga kirasiz. Do'stning uyiga kirgandan keyin ozgina internetimiz chiqyapti. Mana do'stimizni uyiga olib kirdi. Hali mana uyni saqlanib qilishni bilmaydi bu ham. Shuning uchun mana u uy daraxtining oldiga kelib daraxtni sug'orish, uy tangalarni olish deymiz. Daraxtni sug'orishda 10 tanga, uy tangasi deganda ko'proq beradi. Mana bu do'stimizning uyiga kelsangiz, parkovkalari hali bitmagan, mana uylarda saqlanib qilishni bilmaydi. Xuddi shu holatni sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Yana o'zim uyimga qaytaman. Mana yana o'zim uyimga qaytib oldim. Aytib buyurmaysizlar, ozgina internet muammo bo'lyapti. Qurish degan ustiga bosamiz. Qurilayotgan uyimizni tanlaymiz. Uyni ichiga olib kirib ketadi. Mana qurilayotgan uyimiz ichiga kirdik. Bu mana materiallar, mebellar, aslaha anjomlar, tuzilish. Xullas kalom, mana mebelga kiramiz. Hammasini bosib olamiz. Mebelga kirgandan keyin mana qaranglar, hozir bajariladigan narsamiz mana mebelni ichiga kirdik. Oddiy bir narsani olamizda. Aytaylik, mana bu kursi. Kursini qo'yamiz. Hop, saqlanib bo'ldi. Endi mana oddiy narsa. Mana bu manzaramizni qo'yamizda. Manzarani qo'ygandan keyin qo'yish degan tugmasini bosamiz. Qo'yish tugmasini bosdik. Mana qo'yilgan narsalarimiz. Bu qo'yilgan narsalarni ko'pchilik tashqarida ko'rinmayapti deydi. Buni tashqarida ko'rsatish uchun mana bu yerda burchagida saqlanib degan narsa bor. Saqlanib tezamiz. Yana bir marta tezib qo'yamiz. Bino yaratish degan sariq yozuv turadi o'ng tomonda. Bino yaratish ustiga bosamiz. Mana bekor qilish, muqova rasmi avtomatik tasvirga olish degan narsa bor. Biz uni ezmaymizda, sariq tugmani OK deb bosamiz. Uyni tashqarisiga olib chiqadi. Uyni tashqarisiga olib chiqqandan keyin bino yaratishi bo'yicha tekshiruv yakunlanguncha kuting deyapti. Yakunlanguncha kutamiz.
yakunlanishini kutganingizdan keyin mening uyim kanal degan joyda qo'shimcha yozuv chiqib qoladi. Hozir kutamiz. Qo'shimcha yozuv chiqadi. Mana qo'shimcha yozuv chiqdi. Bino tasdiqlang deyapti. Mana bino tasdiqlash qilamiz. Yana bir marta tashqariga olib chiqib olib kiradi. Shunday qilib uyimizga mana uyimizga qo'shilgan narsani ko'ramiz endi. Qo'shildimi yo'qmi? Mana hurmatli PUBG qiziquvchilari, mana qo'ygan narsalarimiz qo'shilibdi. Keyingi videolarimizni kuzatishda davom eting. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya qilib qo'yishingizni tilab qolamiz. Albatta podpisatsiya bo'linglar. Keyingi videolarimizda ham qiziqarli videolar chiqaramiz, xudo xolasa. Sizlarga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz.